H3 bo'ladimi? Shuni o'qishamiz. Kaliy permanganatning suv eritmasini o'qishamiz, to'g'rimi? Birinchi reaksiya bo'ladi shunda. Odi kim? Wagner reaksiyasi, ya'ni alkellarni kaliy permanganatni demak neytral muhitdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishidan bo'ladi, to'g'rimi? X moddani oldikmi? Organik moddadan bu. Organik moddaga endi nitrat kislota qo'shasizlar. H2, SH, SH3 deb turib, OH bo'lsa, endi mana ikkidan adab qo'ydi, to'g'rimi? Nitrogliserin o'xshab ketadi. Masalan, gliserin bo'lishi bilan bir OH bo'lishi kerakmadi. Unga 3 qo'shaladik, to'g'rimi? Nitrat kislotadan. Bunda 2 OH bo'lgancha 2 dan qo'shamiz. Nitrat kislotani namasak bo'ladi. HONO2, bundan OH, bundan vodorod chiqib ketadi shunda. SH2, SH, SH3, ONO2, ONO2 bo'lgan plus 2 dan suv chiqadi. Tushunarlimi? Mana shu yirik modda degani shu bo'ladi. Shu modda yirik bo'ladi. Bu modda esa X bo'ladi ekan. Shunda moliya massasi boshda boradi o'zi 42, 42 ga qo'shamiz. 62 ga kelib 124 ni. Bunda 6, 6, 166 bo'ladi ekan. Bormi shunday javob? Bu javob ekan. Doğru şu cevap tekshirib ko'ring. 28. İkkita glitsin edi va ikkita alanin qoldi. Peptid molekulasiga peptid bo'lgan soni. Necha amino kislota bo'ldi shunda? 28 osonroq ekan. Glitsin desa nechitamiz? CH2, NH2, CO. Bu birinchi glitsin. Bu NH, CH2, CO. Bu ikkinchi glitsin. Endi keyingisi alanin dedi. NH, CH, CH3 bo'lib yoziladi endi alanin tarafi. CO, NH, CH, CH3, COH. Shundan 1 qoldik, 2 qoldik, 3 qoldik, 4 qoldik. Peptid bog'lar soni 1 peptid bog', 2 peptid bog', 3 peptid bog' bo'ladi shunda. Tushunarlimi? 3 ta desalar, shunda C javob bo'ladi ekan. Keyingisi 33. Uchinchi savolda Neisman pechga solinadi, quruq xlorokom. Qisqasi Neisman pech bo'ladi degani shunday. Pech ichida temir bilan mis bor. Undan o'tkazganmiz xlor. Natijada bu xlor o'tib ketaveradi, ortiqcha qismi. Lekin bu yerda temir bilan mis reaksiyaga girishib, birikma hosil qiladidan bu yerda. Ya'ni temir bilan mis bo'lgan. Yo'q, temir bilan mis bo'lgan, shuni xlor qo'shganmiz. Misga xlor qo'shsak, bu yerda temir xlor chiqadi. Bilan mis xlor 2 chiqadi. Bu ikkisi 0,3 mol bo'lgan. Endi ko'ramiz, bu 46 gram deb turibdi shu o'rinda. Balkim yana boshqa narsa bo'lishi mumkin. Ko'raylik, olingan qattiq mahsulot suvda to'liq eritildi va 28 gram og'irlikdagi temir plastinga qo'shildi dedi. Boshda endi shu o'rinda ishlab olishimiz kerak ekan buni. Bu 2x va 2x bo'lsa, bu y ga y bo'ladi shunda. 2x plus y teng 0,3. 56 ga 165. 162,5. 325x plus 135 y. 46 bu. Shuni ishlab olaman. Bimbera temir uchuqlari chiqishini bilishimiz kerak xlor bilan kirishganda. Pastdan yuqori nattashimiz sababi 270 bo'ladi. 270 dan masalan shunda 55x chiqadi bu yerda. 35 15 5 chiqadi. X teng 0 ekan.
x 0 bo'lsa 2x 02 bo'ladidan, endi bu ham 01 chiqadidan buni. 03 dan 02 dan solamiz. Bu yerda endi bir kinaroq yeri bor-da. Masalan, temir plastinka sag'alarda temir xlor 3 ham girishadi reaksiyaga, temir plastinkadan. Shunda reaksiya bor. Temir xlor 2 chiqadi degan. Keyin mis xlor 2 dan girishadi temir plastinka bilan. Bunda temir misni siqib chiqadidan temir xlor 2 bilan mis chiqadi. Ikki reaksiyani borishi lekin boshqacharoq. Biri 3, biri 2 ko'rsatda tenglashadi shunda. Xlorlar tenglab olamiz, shu bilan reaksiya tenglanadi. 28 gram bo'lsa 0,5 mol bo'ldim. Hali hammasi girishmasligi ham mumkin-da mana. Masalan, bu narsa 0,2 bo'lsa, bu 0,1 bilan girishadi. Bu 0,1 bo'lsa, bu ham 0,1 bilan girishadi. Plastinka bu yerga erib ketadi. Endi bu modda eritmaga o'tib ketadi polni. Bu 0,1 mol ne chiqadi? Mis chiqadi. Tasavvurda masalan 28 gram ne bo'lsa, temir plastinka bo'lsa, 28 dan olamiz 0,2 ni 56 ga ko'paytirib, ya'ni 0,2 degani ikkisi yig'indisi 0,2 mol, shu 56 ga ko'paytirib attashimiz. Plastinkani kamaytiradi shu. Lekin qo'shadonimiz bir dona 64 ko'paytgan 0,1 bo'ladi. 11,2 bilan 12,8 orasida yo'q, yaxshi. 6,4 arasida ancha farq bor. 8, 4,8, 28 dan 4,8 attashimiz endi. 2 3, 23,2. 23,2 gram plastinkani keyingi massasi degan javob bormi shu? Ya boshqa narsa so'rab ko'rdim. Dastlabki aralashma massasini toping dedi. Dastlabki aralashma bo'lsa, massa temir necha bo'lishunda 0,2 ko'paytirilgan 56 bo'lib 11,2 bo'ladi, to'g'rimi? Massa mis bo'lsa 0,1 ko'paytirilgan 64 bo'lib 6. İkisini ko'rsak necha bo'ladi? 6, 17,6 gram bo'ldi shunda. 17,6 bo'ldi. Mana shunday javob. F ni olamiz ekan 33. Reaksiyadan keyin plastinka massasi qancha gramga kamayadi dedim. Kamayishini so'ragan ekanda, plastinkani. Endi bu yerda topib uni. 408 gramga kamayib 23,2 gram bo'ldi dedik-da. 408 degan javob ham D. Shunda 34 ta D ekan. Necha kamayadi desanglar, 0,2 ishoni hisoblasada, uch tarafini hisoblasangizlar kamayishi bo'ladi. Ya'ni bunda kamaytirdi, bu oshirdi, reaksiya vaqtida kamaytirgani ko'p, oshgandan qaraganda. Kamaytirgani 11,2, oshirgani 6,4. Bu mis hisoblanadi. Bunda 408 ga kamaygan bo'ladi bu. Keyin 28 bo'lib turib, 408 ga kamaygandan keyin 23,2 bo'ladi, bu keyingi plastinka massasi. Shuning uchun biza to'g'ri tutibmiz ekan. Faqat ana shunday. 35-chi. Hosil bo'lgan plastinka dedi. Plastinkada endi nima bor? O'zi temir boradi-ku, temir 0,5 dan общий 0,5 mol edi. Shundan 0,2 mol sarflangandan keyin nechasi qoladi? 0,3 mol qoladi. Demak, temir 0,3 mol va hosil bo'lgan mis 0,1 mol. Ana shularni o'qishamiz ekan. Sulfat shuni qo'shamiz, keyin nima chiqadi? Temirdan nima chiqadi masalan? Temir 3 sulfat chiqami, 2 sulfatmi konsentrlangan bo'lsa, sho'llarni bilishimiz kerak-da. 3 sulfat chiqadi. Tushundingizmi? Ya'ni mis kirishadi faqatgina. Buni qizdirib deb yozib qo'ygan yeri yo'q. Kumush asetat taparda. Diafragma deyapti, bir xil elektrolizda sal bir murakkablar solinyaptilar bilan mis, kislorod, sulfat kisloта bo'lsa 2 donasi 2 elektron chiqaradi-da, SH3 hosil qiladi, ham SO2 hosil qiladi. 2 dona SO2. Masalan, shunday birikma bo'lsa, shu o'zimdan 2 elektron chiqargandan keyin bundan nima chiqaradidan bu? Tok elektron qildim. Shuday uziladi-da. Shudan uzilib SO2 bo'lib ketadi bir tarafi, keyin SH3 qoladi. SH3 ni o'zi radikal, buni yana bir shunga o'xshagan SH3 o'zaro birikadi-da. SH3 yana etan chiqadi, SO2 chiqadi. Bittadan aldan 2 qo'ydik. Kumush chiqdi, shunda katodda chiqadi bu.
etan chiqadi, C2H6, SO2 chiqadi, plus keyin B2 ga ketdi-ku, ikkisidan to'g'rimi? Elektroz vaqtida qatnashib ketdi, suv qoladi edi. Mana faqat. Desalar, keyin bera 2 qo'ysangizlar, bera 2, beradan 2 qo'yilib, mana bu katodda chiqqan modda bo'ladi, B2 esa aniqda chiqqan bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni astat kislota qoldiqini biz kislorodsiz deb qaraymiz ekanda. Kislorodsiz kislota qoldiqlar o'zi qatnashlarga daxil etmadi. Masalan, xlorda xlor, bromda brom chiqarmadi. Asetatdan ham kislorodli deb qaraymiz ekanda buni. Uni kislododsizlarga o'xshatib, shuni o'zi anodda oksidlanadi. Oksidlanadi, elektron chiqaradi, ana shuni narsa chiqadi. Etan bilan SO2 chiqadi ekan. Agar masalan shoda nima bo'lganda, masalan, chumoli kislota bo'lganda, bundan minusi bo'lsa, elektron chiqsa, shu kvadratni o'zi qachitadimi? H2 chiqishi mumkin anodda shodan. H2 bilan SO2 chiqishi mumkin-da, bu boshqa narsalar ekan. Shu tarafini o'zaro birikadi deb turibmiz-da. Bu tarafda esa SO2 olib chiqib ketadi shunda. Elektron chiqarsa. Keyingi narsani o'tamiz. Endi metal chiqdi, ko'tdi 2.16 gram. Demak, 2.16 gram bo'lsa, bu 0.2 mol ekan shunda. Bu 0.1 mol bilan bu 0.2 mol bo'ldi. Ketma-ket o'ranganda ko'tdi, shuni bir endi ko'ralik ham chiqib bo'ladi ekan. Kumush plus 2 elektron, 1 elektron qo'shiladi. Shunda bu 0.2 mol kumush chiqishi uchun 0.2 farad tok ketdi, to'g'rimi? Mis chiqishi uchun ishlatamiz, birinchi elektrodada shuncha tok ketsin. 0.2 farad tok bilan chalmis chiqadi, 0.1 mol chiqadi, to'g'rimi? Bu 0.1 mol bo'lsa, buncha bo'ladi keyin 100 dan 5 mol bo'ladi. Shuni massasini topib chiqamiz endi anoddagilarni, ya'ni kislorodni, keyin bu etan bilan SO2 ni topib chiqamiz. Birinchi elektrodadagi kislorodni topsak, 0.100 dan 5 ni 32 ga ko'paytiramiz, 1.6 gram bo'ladi. Ikkinchi elektrolizordagi SO2 ni topsak, 0.2 ni 44 ga ko'paytiramiz, 808 gram bo'ladi. Keyin ikkinchi elektrolizordagi C2H6 ni topsak, 0.1 ni 30 ga ko'paytiramiz, 3 gram bo'ladi. Hammasini qo'shamiz. Massa anodda turib yozasiladi. 1.6, 808 va 3. Shunda 14, 13.4 bo'ladi. Shu javob olinganmi testda? Bu arkasini qaramay ham yozma-ku bu. Ha, 1.34 ekan, to'g'ri. Demakdan 2.16 ni biz xato bo'lyapmiz-da. Nerada yozdik shuni? Kumushni molini topishni 2.16 ni bo'lamiz 108 ga. 0.100 dan 2 bo'ldimi? Bu 100 dan 2 bo'lsa, bu ham 100 dan 2 bo'ladi. Keyin bu ham 100 dan 2 bo'ladi. Bu 100 dan 1 bo'ladi keyin. Bu 100 dan 2 bo'lsa keyin bu ham 100 dan 1, 100 dan 2, bu ham 100 dan 1 bo'lsa 1000 dan 5 olib chiqadidan bo'ladi. Hammasi bir-bir xona suriladi. 1000 dan 5 bo'lsa 0.16 bo'ladi. Keyin bu 0.100 dan 2 bo'lsa 0.88. Hammasini bir xona surib chiqamiz. Dan 1 bo'lsa 0.3 bo'ladi shunda. 0.16, 0.88, 0.3 bo'lsa 1.34 bo'ladi shundan. Natriy OH qo'shamiz, H xlorni chiqadi. Natriy xlor bilan suv chiqishi kerak, to'g'rimi? Bu neytrallanish reaksiyasi-ku. Qachon neytral muhit bo'lmaydi? Agar yo'q, natriy xlor aniq chiqadi. Natriy xlor chiqadi, lekin natriy OH ortib qolsa ishqoriy muhit bo'ladi. Bu neytral-ku, to'g'rimi? Agar natriy xlor chiqadidan H xlordan ortib qolsa, kristal muhit bo'ladi. Tushunarlimi? Shundan muhit nechun bo'lar ekan desa, bu yerda har xil muhit bo'lar ekan desa, qaysidir modda ortib qolishidan keyin bo'ladi. Ortib qolishidan. S1 S2 degan xlor kislota, buniki S1 ekan konsentratsiyasi, to'g'rimi? Buniki S2 ekan. O'zlarimiz uchun yozib qo'ydikdan keyin kerak bo'ldi. Demak, dastlabki hajmlari V1 eritma. Masalan, V1 H xlorni eritmasi deb yozib qo'yaman-da shura. V1 natriy OH ni eritmasi. 3 litr 2 litr deb aniq ketaradi buni. 4 litrda bo'lsak, 2 natriy OH ni eritmasini 3 litrda bo'lsak, bu yerda H xlorni molini topsak necha bo'ladi? 3x bo'ladi, to'g'rimi? 3x. Ko'paytiramiz.
Natriy H molini topsak necha bo'ladi? 2y bo'ladi, to'g'rimi? Bular o'zgarmaydi-da, konsentratsiyalari, smolyarlari x va y bo'lib turaveradi. Shuning uchun ham n1 bo'lsa bular dastlabkidagi n2 lar necha bo'ladi? 4x bilan 3y bo'ladimi? Buni ko'paytirib ketaveramizda, smolyarlar o'zgarmadi shunga. Endi shu ikkinchisini qo'shgan vaqtimizda shu ikkisini aralashtirsak, masalan, bu H xlorniki, bu natriy H-niki. Ikkinchisini aralashtirsak, necha muhit bo'lib turibdi? pH 7 o'tib turibdi. Ya'ni 4 nisbatda aralashtirilgan pH 7 o'tibdi. pH 7 qanday muhit? Neytral muhit. Demak, shunday nisbatda bular mana 4x bilan mana 3y shundan girishadi ekan, ortiq qolmaydi ekan hech qaysi biri, to'g'rimi? Demak, ikkisi bir-biridan teng bo'lsa ortiq qolmaydi, to'g'rimi? Demak, 4x bilan 3y bir-biridan teng deb olasizlar. Shu yerda x topib olsangiz 0.75 y chiqadi. Keyin beri ikkisingizlar shuni 3x da 3 ko'paytirilgan 0.75 y bo'ladidan 2.25 y bo'ladi. To'g'rimi? Keyin esa qaysi birisini ortib qoladi bu yerda? 2.25 y bu 2y. Buni ortib qoladi, to'g'rimi? Shundan natriy H bilan H xlorda birinchi reaksiyasida pH qiymati 1 bo'lgan-ku, bir qanday muhit degani bu? Kristal muhit. Kristal muhit bo'lishani o sabab bo'lib turibdi. H xlorni ortib qolganligi, to'g'rimi? Bu 2.25 y, bu 2y. Bu 2y bilan 2y ketadi, 0.25 y qoladi. Ana shu qolgani nol chiqarib beradi bizga. Bu da plus chiqarib beradi. Uni chiqib bo'ladi keyin 0.25 y bo'ladi miqdori uni. Keyin uni konsentratsiyasi necha? Bu shuncha moldan bu. Moldan ishlab turibmiz. Smolyar vodorod plus birinchisida necha bo'lib turadi? Kristal muhitda. pH mi 10 minus pH bo'ladimi? 10 minus 1 bo'ladi bo'lgan. 0.1 molyar bo'ladi, to'g'rimi? Molyar. Birinchi eritmadagi umumiy eritmani qo'shsak, ya'ni birinchidagi H xlor eritmasi bilan natriy H eritmasini qo'shsak necha bo'ladi? 5 litr bo'ladi. Shundan turib 0.25 y ya'ni molni o'zini topishimiz uchun 0.1 ni 5 ga ko'paytirishimiz kerakmi? 0.25 y ham teng 0.5 ga. Y teng 2 bo'ladi shunda. Tushunarlimi? Keyingi qismini o'tamiz masalani. Qanday nisbatda aralashtirilganda pH 0 bo'ladi. Y teng 2 bo'lsa, x ni topsangizlar necha bo'ladi shunda? 1,5 ekanda, molyarligi bularni. Molyarligi 1,5. Bu esa 2 molyar 12 bo'ldi shunda. X deganimiz 1,5 ekan, molyarligi y kelsa 2 molyar ekan, natriy H-niki. Ya'ni nima bo'ladi shunda? Vodorod ionlari konsentratsiyasi 10⁻0 bo'ladidan 1 molyar bo'ladi. 10⁻darajasi 1 bo'ladidan. Tushundingizmi? Har qanday son 0-si bor. Demak, vodorod ionlarining konsentratsiyasi olingan eritmada 1 molyar bo'lishi kerak. Buni biz qanday nisbatda aralashtirganimizda. Endi bizlar ham bu hajmlar nisbati noma'lum, lekin bo'lma'lum. Shuning uchun ham bu natriy H eritmasini va bir eritmada H xlor eritmasini olsangizlar, uni x deb olsak, x litr deb natriy H eritmasini esa buni 3 ta bolalar yaxshi. Unda keladi ko'rdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lsin. Uchinchi eritmalasini natriy H'ni y litr deb olsak, x y ni ishlab biz. Demak, bularni a b deb olsak, a va b litrdan deb olsak. Keyingina masalasi smolyar. H xlor o'zi bir xil molyar bo'lib turibdi. Hammasida bir xil molyarlikdan bular. X y deb oldik, 1,5 va 2. Shunda smolyar natriy H esa 2 bu 1,5. Shunda natriy H xlorning mol necha bo'ladi? 1,5 A bo'ladimi? Buni mol necha bo'ladi? 2 B bo'ladi, to'g'rimi? Shunda H xlor ortib qolishi kerak. Bu 1,5 bu 2 bu. Buni 2 bu bilan bu yetishgandan buni 1,5 A si bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'zi общий. Shundan 2 bu yetgandan keyin nechasi qoladi? 1,5 A minus 2 bu qolishi kerak H xlordan. Bundan keyin hosil bo'lgan vodorod yo'llari necha bo'ladi shunda? 1,5 A minus 2 bu bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu 1,5 A minus 2 buni nima bilamiz endi? Eritmalar hajmlari A plus B ga bo'lsak,
Smolyar qiymati vodorod yo'llarini bir chiqishi kerak-da. Ya'ni vodorod yo'llarining miqdorini hajm eritmaga bo'lsak, umumiy qo'shildi-ku ikkisi neytrallanish uchun. Lekin neytral bo'lmadi. Aralashtirdi. Shunda 1 bo'ladi ekan. Vodorod yo'llarining konsentratsiyasi. Buni ekan yuqoridagi vodorod yo'llarining miqdori bu esa eritmaning umumiy hajmi. Shunda ikkisi teng deganim bu. Shu pastdagi boshqadi. Davom yuqori bo'lib ketdi. A plus B teng bo'ldi. Shunda 1,5 A minus 2 bo'lganda 3B teng bu yoqqa o'tsa 0,5 A bo'lib qoladi bu. Ko'rdingizmi? Demak, A ni topsangizlar shu yerda 3B ni 0,5 ga bo'lish kerak bo'ladi. 6B bo'ladi. B bo'ladi. Ko'rdingizmi? Demak, bu A ni o'zi 6B ekan, bergi B edi. Shunda 6 ga 1 bo'ladimi javobi? Shuni demak, formaldegiddan bu yerda. Sirka kislotadan bu. Chumoli kislotadan bu. Kaliy gidroksid etmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishishi mumkin dedi, to'g'rimi? Demak, bundan turib kaliy OH qo'shsak bo'ladi, kislotalar qo'shsak bo'ladi, to'g'rimi? Aldegidlar girishadi. Kaliy OH bu ishkor hisobida girishadi, boshqacha xususiyati yo'q dedi hozir. CH3COOH bu kaliy plus suv bu chiqadi. Bundan vodorod, bundan OH ketadi shunda. HCOO kaliy plus suv. Ondan keyin kaliy OH cho'da molni topib ketamiz. 20 ni ko'paytiramiz 0,084 ta bo'lamiz 56 ga. 1,68 bo'ldimi? Keyin 0,3 mol bo'ldim. Bu 100 mol bo'lsa, bular ham necha bo'ladi ekan shunda? 0,3 mol bo'ladi. HCOH bilan H3COO kaliy va HCOO kaliy aralashmasini nima qo'shasizlar? Kumush oksid deb qo'shinglar. Shu kumush nitrat degan narsadan kumush oksid deb olsangiz bo'ladi shuni. SO2 chiqadi, suv chiqadi. Ya'ni kumush cho'kmay tushadi keyin. O'shada nechik bo'ldi ham? 3 kislot keladidan 2 ga 1 keladi. Bu bilan beram. 2 qo'shsak birinchi chiqadi, 4 qo'shiladidan beri gaz ketadi. Bu kumush oksid bilan reaksiyaga kirishmaydi. Bunda hech qanday aldegid grupasi yo'q. Bunda aldegid grupasi boynan. Shu hisobdan ko'rsa nechik bo'ladi? HOCO kaliy. Bu degani kaliy HSO3 deganda kaliy gidrokarbonat chiqadi degan. Shuni moddalar motivatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Plus kumush chiqadi, 2 dona cho'kma tushadi lekin bu yerda. Bir kumush oksid qo'shiladi-da. 972 degani shunda kumushni molni topsak 972 ni 108 ga bo'lsangizlar shuni nima toshnimi 0,9 mol ekan. Masalan, buni x desangizlar, bu y bo'lsa, bu z bo'lsa, bu shunda y bilan z bo'ldi, to'g'rimi? Bu x desak, bu y bo'lsa, bu z bo'lsa, bu 4x bilan 2z bo'ldi shunda. Birinchi tenglama. 0,3 dan 3 mada shu 2,33 adi bu yana. O'shada bu uchisini yig'indisini topib edik biz. 2,33 gram ekanda. Shu narsani ma'lum qilib beradi. 1, 2, 3 deb bo'ladi shu narsani. Birinchi tenglama. 30 bo'ladi moliya massasi. 30x plus 60y plus 46z teng 2,33. Keyingisida kaliy OH mol y plus z lar. Y plus z teng 0,103. Keyingisida 4x plus 2z teng 0,9. 3 donasini ishlash kerak. Hammasini nima bu? Z bo'laveradi. Y ni z orqali ifodalasak bo'ladimi? Necha bo'ladi shunda? Y teng 0,3 minus z bo'ladi, to'g'rimi? X ni z orqali ifodalasak 4x teng 0,9 minus 2z bo'ladi. Uni 7,5 ga ko'paytirsangizlar, nima chiqadi? 30x tengligini nima qilib 4x imiz ham 30x teng necha bo'ladi? Ko'paytiringlar qani? Buni 60 ga ko'paytirish kerak.
Şöyle 0,9'dan 9'da 7 yarım ko'paytirish kerak. 30x tondan shuni qo'yamiz mana shu yuqori. 0,675 minus 15 z. Endi 1,8 bo'lsa kerak ham ko'paytirganda. Şimdi 67 tondan qo'yamiz. Plus deb tursa ham 1,8 minus 60 z. Plus 46 z. Teng 2,33. Shunda bular 75 bo'lsa, 75 dan 46 dan olamiz, necha chiqadi? 29 chiqadi. 29 z minusdan chiqadi ekan lekin. Zali yo'q, u minusdan chiqqansa atraf o'tirdik, atrafda qolsin. Bu 1,8 bilan qo'shib turamizdan ikkisini 2,475 bo'ladi. 2,475 dan olamiz 2,33 ni. Bir de 2 4 yok adashdik. 5 ekan ha. Boshda 5, keyin 4, keyin 1 bo'ladi. Shu 0,145 29 z bo'ladi shunda. Z ni topsak 0,100 dan 5 mi? Ya 1000 dan 5 mi? 1000 dan 5 o'xshaydi shu. Shunda 60 yirik teng bo'ladi. 1,8 dan olamiz 60 ko'paytirilgan 1000 dan 5 ni. Bu ham 0,3 bo'lsa kerak ha. 60 yirik teng 1,5 chiqadidan 0,3 topsangiz shundan. 0,3 ni. Yigitni topsak 1,5 ni 60 ga bo'lamiz. Shunday chiqam, 1,0 ko'proq qo'yib ketdim. 0,1025 bo'ladi ekan shunda. Endi x ni topib olamiz. X. Bunda 4x teng 0,100 dan 9 minus 0,005 ko'paytirilgan 2. 4x teng 0,100 dan 9 minus 0,100 dan 1. 4x teng 0,100 dan 8 bo'ldi. X topsa 0,100 dan 2 bo'ldi. Bo'ldi, ana hammasini topib bo'ldik. Z x. Ko'rdingizmi? Dastlabki aralashmadagi formaldehidning mol ulushini toping dedi. Mol ulushini topishni, aralashmani mol topish kerakmi? X, Y, Z'larni. Ya'ni 0,100 dan 2 0,025 dan 5. Bu ikisini ko'rsak 100 dan shunda option 0,100 dan 5 chiqadi. Keyin shuni formaldehid topish uchun mol ulushini Newton 100 dan 2 ni bo'lamiz 0,100 dan 5 ga. Shuni javobi nol berilgan bizlara savolda o'qisangizlar formaldehidning sirka va chumoli kislotalar aralashmasidagi eritmasi. Bu yerda suv yo'q lekin. Suv yo'q bu yerda. Faqatgina sirka kislota bilan formaldehid bu chumoli kislotalar eritnami, suyuq holatdami? Formaldehid esa gazmi? Shu gazni suyuqlikdagi eritmasi bo'lib turibdi. Suv yo'q o'rtada hech qanday. Ana shu 2,33 gram ekan. Shunga kaliy OH qo'shsangizlar aldehidlar girishmaydi. Reaksiyaga ishqorlar bilan kislotalar girishadi. Shu kaliy OHlardan mol topsak 103 mol. Shu kaliy asetat bilan kaliy format chiqadi. Kaliy formatda yana bir xususiyat bor. Tuz bo'lsa-da aldehid gruppasi bor. Shu aldehid gruppasi kumush oksidini kumush ko'zi reaksiyasidan kirishi mumkin. Keyin bu yerda sal kumush oksidini boshqa qatib yozib qo'ydi. Kumush nitratdan suv ammaylikli eritmasida qo'yibdi. Ya'ni suv ham bor, ammaylik ham bor degani bu eritmada. Demak, kumush nitrat bilan suv nima desak bo'ladi? Kumush oksidini berishi mumkin-da, nechikdir bir narsada. Xossasi bo'yicha. Shundan ham kumush oksidini olsangizlar, shuda borda, bu kislota tuzi girishmaydi, buniki girishadi lekin bu aldehid ham girishadi. 2 kerak keladi kislotlar, 2 nuqtaga ko'pmiz. Ya'ni 2 kerak kislota kelsa, bu karbonat kislota bo'lib qoladi. Bundan parcham suv bilan suv chiqadi. 2 kumush oksidda 4 kumush chiqadi shunda. Bundan 2 dona kumush chiqadi. İkisinin massasi tushgan cho'kma 972 0,100 dan 9 mol. Bu 0,100 dan o'chadi. Keyin tenglama tuzib ishladik har tarafini. Bu massasi 32, 60 yirik 46 z teng 2,33. Bu yerda yana y plus z teng 0,100 dan 3. Bu ikisi 0,100 dan 9. Shart ishlasangizlar chiqadi ekan shunda hammasi chiqib
oladi. Bu yerda yana bir yer bor, tenglama sistemasini ishlashda. Masalan, bir xil kombinatsiya yo'q-da. Yana masalan bu yerda x, y, z bor, unga o'xshagan x, y, z boshqa yo'q. Kur y, z bor. Keyin y, zga o'xshagan yo'q-da, x, z bor. Bunday vaqtda bir ham bir narsa gap kiradi. Hamma tenglamada bir narsa bor, z bor, to'g'rimi? Shuning uchun ham y'larni ham z o'tirib olish uchun biz y'ni z orqali ifodalaymiz. Ya'ni nechadir z atib olishimiz kerak. 0.3 minus z desangizda bo'ladi. Keyin x dan z orqali ifodalaymiz. Bu yoqqa esa 0.9 minus 2z bo'ladi. Shuni keyin 7.5 ga ko'paytirsangizlar, buni z x ni 30 ga kelishaydi-da, asosiy narsa. Shura qo'yish uchun. 7.5 ga ko'paytsak 30x teng shuncha bo'ldi. Y ni topish uchun bunda y ga 60 ga ko'paytsak chiqadi shunday. Bir valentlarnikida metall 2O2 no. Peroksidi, to'g'rimi? Suv qo'shsak nima chiqadi bunga? Metall gidroksid bilan vodorod bo'lsa, bunda suv qo'shsak metall gidroksid bilan kislorod chiqadi, to'g'rimi? 2 4 2 4 6 berib 1 qo'ysak tenglashadi ekan shunda. Bu ham kren 4 oksiddan qo'shsangizlar 48 gram ekan. Suvini ortib qoladi. Kren 4 oksid o'zi cho'kma bo'ladi-da buni. Suv bilan reaksiyaga kirishmaydi bu. Suv umumiy oschoda qo'shilgan suv bormi ichadi. 417.6 gram edi bu. Dim oz reaksiyaga kirishadi-da, keyin qolganini atadi. Keyin bu chiqqan metall gidroksidni o'zinadan kren 4 oksid qo'shsangizlar, metall gidroksid o'xshashadi. Nima chiqadi shunda? Metall 2 silikat o'g'ush chiqadi, ya'ni. Shuning bilan suv chiqsin. Olingan eritmadan necha gram bo'ldi shunda? Olingan oxirdagi eritma 462 gram bo'ldi, to'g'rimi? Necha foiz bo'ldi metall krenni o'g'ush deganimiz? 10% bo'ldi yoki 0.1. Buni massasi necha ekan shunda? 462 ni 0.1 ga ko'paytiramiz. Shundan necha bo'ladi? 46.2 gram ekan. Yana 2 qo'yamiz. Yana bir yeri bor-da. 462 gram 10% tuz eritmasi hosil bo'ldi deb qo'ydi. Tuz eritmasi deb qo'ydidan boshqa narsa ortib qolmagan deb o'ylaymiz endi biz ham. Boshqa metall gidroksidlar ham ortib qolmagan deb o'ylaymiz-da. Masalan bu x bo'lsa buncha, bu ham x, to'g'rimi? Bu y bo'lsa buncha, 2y bo'lsa 4y, to'g'rimi? Bu z bo'lsa, bu ham z bo'ladi-dan, bu ham z bo'ladi. Bu ham shunda 2z bo'ldimi? Shu ikkisini yig'indisini 2z ga tenglaymiz endi biz. X + 4y ni. Keyin bu yerda z mol suv chiqdi. Bu x sarflandi, bu 4 2y sarflandi shunda. Bular sarflandi, minus bo'ldi. Keyin suvni topib qo'yamiz oxirdagi eritmadan. Massa suv. Bu plus bo'ladi. Birisi. Suvni topib olsak 462 dan 46.2 ni olib tashlaymiz. 1 bo'ladi-dan beri 1 dan 6 olsak 5 bo'ladi. 6 deganimiz 5 o'qiladi, 1 bo'ladi. 415.8 gram suv qolgan shunda. Boshda nechalik suv boradi? 417.6, to'g'rimi? Yana 417.6 gram suv boradi boshda, 417.6 gram. Shundan 7-chasi 18x da bo'laramiz massasini. 36.7 qo'shildi keyincha chiqqani 18z. Doğru chiqadi biram. 415.8 ekan. Buni back o'tirsak 1.8 chiqadi, to'g'rimi? 1.8 teng. Bular back o'tadi-da, araq tarafı hammasi teskari ishora bilan 18x 36y plusdan minus 18z bo'ladi. Hammasini 18 ga bo'lsak 0, ya'ni x plus 2y minus z teng 0.1 chiqadi. Qarasizlar, bir tenglama. Keyingi tenglamada
Endi bu z deganimiz 2z deganimiz nega tengligi? X plus 4y ga teng ekanligi. Keyin yana bir tenglama kerak bizga. Endi bu z ni ko'paytiramiz. Z molni ko'paytiramiz. 2m moliya massasini 2m da bo'ldi, 4 nomar bo'ladi. 28 ga 48. 76 ga. Ko'paytirsak 46 2 bo'lsin. Plus 4my plus ko'paytirdikmi? 4my bo'ldi. 64y plus 60 z teng 48 ga. Topib olamiz. 48 ga qo'shamiz necha gram suvni? 417,26 qo'shildi, lekin keyin vodorod kislorod chiqib ketdi bu yerdan, boshqa hech narsa chiqmadi. Keyin 462 bo'lib qoldi ertman. O'zi qo'shganda shuni bo'lish kerak edi, lekin 462 bo'lgani sabab vodoroddan kislorod chiqqanligi bo'ldi. 3.6 bo'ldi shunda, to'g'rimi? Shuni aytib ko'raylik. Mana bu x bilan y bo'ldimi? Shuni ikkisi 3.6 gram bo'lib turibdi. Shunda 2x plus 32 y teng 3.6 bo'lsa, bu yerda x y degani bo'lmadi? Borada. Bo'lgan ekan-da. Zalga qarshi x plus 2y minus z teng 0,1 bo'lsa, kelsa x plus 4y teng 2z bo'lsa. Shu uchisidan turib endi ishlash x plus 2y teng z chiqadi, to'g'rimi? Mana shu z o'rniga endi bera qo'yamiz-da shu narsalarni, minus atib. Ya'ni x plus 2y minus demizda z o'rniga 0,5 x plus 2y teng 0,1. Shunda x dan 0,5 x olsak 0,5 x chiqadi, to'g'rimi? 2 dan 2 olsak olib ketadi-da bu ko'rsatish chiqanda. 0,1 teng bo'ladi ekanda, x teng 0,2 chiqib qoldi shu yerda. X teng 0,2 bo'lsa 2 ko'paytirilgan 0,2 plus 32y teng 3.6 bo'ladi-da. 32y teng 3.6 dan 0,4 ni olamiz. 3.2 bo'ladi-da, shunda y ni topsak 0,1 chiqadi. X 0,2, y 0,1 bo'ldi. X 0,2, y 0,1 bo'lsa bu ham 0,2 bo'ladi-da. Z ni topsa bo'ladi shundan. Z ni topsa bo'ladi. 0,5 ko'paytirilgan x adi-ku, bu to'g'rimi? Shu tenglamani topamiz-da. 0,5 x emas, endi 0,2 demizda plus 2 ko'paytirilgan 0,1 teng z ga. Bunda z teng 0,3 chiqadi ekan. 0,1 yoki 0,2 bo'lsa 0,3 bo'ladi. Z 0,3 bo'lar ekan shunda. Endi n'dan topsa bo'ladi shu yerda. Shu yerdan topamiz-da. 0,3 ko'paytirilgan bo'lsa, shunda 2m plus 76 ni topish uchun 46,2 ni 0,3 ga bo'lib beramiz. 154 bo'ldi shunda. 2m plus 76 teng 154 bo'lsa, 2m topsak necha chiqadi? 8, 78 chiqadi. Endi topsangizda 39 chiqadi shu yerdan. Ko'rdingizmi? Demak, kaliy ekan-da bu, kaliy. Tushunarlimi? Demak, aralashmadagi kren to'toqni toping. Birinchi savol. Buyurun. Birinchi savolga javob. Massa krenni o'yikini topsak 0,3 ni ko'paytirasizlar 60 ga. 18 gram degan javobmi? Kaliy peroksidni miqdori 0,2 mol. Uchinchisi. Metal H gidrolizanganda ajralib chiqadigan vodorodning hajmini toping. Kaliy gidrid. Kaliy gidrid bo'lgan bo'lsa, suv qo'shamiz, nima chiqadi? Kaliy OH bilan vodorod chiqadi, to'g'rimi? Bu 16 gram bo'lsa, pastdan moliya massasi 40 qo'yamiz, bu yoqqa 22 4 qo'yamiz, 1 bo'lgani uchun topsangiz 0,4 bo'ladi. 896 chiqadimi shunda? 4-savol. Dastlabki aralashma bilan reaksiya qilish uchun sarflangan suv miqdorini toping. Shu o'rinda ozgina o'ylanamiz endi. Bir yana 0,2 mol girishadi, bir 0,4 mol girishadi. Shu suvning miqdori 0,6 mi yo 0,9 mi? Javobda. Doğru, bunday. Bir 0,2 bo'ldi, to'g'rimi? Demak, 4-savolda ham buni hisoblab, buni borku, suv bilan bir reaksiya girishadi deb hisoplasak ham bo'ladi, lekin girishmaydi-dan aslında. Buni ko'rish kerak edi shuning uchun. Lekin metal OH bilan bu girishadi bu yerda. Shu reaksiya to'g'ri yozgan ekanmiz, 100%. Demak, suv sarflangan suvning miqdori
0,4 mol. Keyingisi 5-savol. Suvda eritilganda hosil bo'lgan gazlarning o'rtacha mol massasi toping. Suvda eritildi-ku o'sha yerda. Gazlar chiqdimi, shu o'rtacha gazlar şu an x 0,2 mol bo'ldi. Bu 0,1 mol bo'ldi. 5-savolda shuni o'rtacha mol massasini topsak 0,2 ni 2 ga ko'paytiramiz, 0,1 ni 32 ga ko'paytiramiz. Pastdan 0,2 plus 0,1 ga bo'lamiz. 12 bo'ladimi shunda? 12 chiqadidan qaldiroq gaz bu. Kremniy 4 oksidi plavik kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan gaz massasidir. Plavik kislota nima deganim? 6-sinda. H-ftor deganim. Biz kremniy 4 gaz dorim 0,3 mol bo'ladidan shuni massasini topamiz. 28 ga 4 ko'paytirilgan 19 da qo'shsangizlar 6 76 76 bo'lsa 4 104 to'g'rimi? 104 bo'lsa 31,2 gram bo'ladi ekan. Shu chiqdi vodorod kislotasi chiqdi, to'g'rimi? Bu yerda vodorod kislota kamaytiradi ekan dedik. Aralashmani keyin chiqqan metall gidroksid bilan krem 4 oksidning bu yerda bori reaksiyaga girishadidan tuz hosil qiladi, metall silikat va suv. Shu yerda olingan eritma 462 gram 10% tuz eritmasi olindi degan gapdan tuz boy eritmada faqat boshqa qanday narsa yo'q deb oldi. Tushundingizmi? Tuz boy eritmada nima yo'q ekan boshqa? Suv bor ekan, boshqa metall va hosh ortib qolmagan deb oldi. Hammasi kirishgan deb oldi. Shunda endi biz Z mol desak bu 2Z ketadimi? Bu chiqqan nalar ham 2Z teng bo'ladi dedik. X bilan 4 yillikning yig'indisini 2Z deb oldik-da. Keyingi tenglamalardan birisi endi bu nereden geldi? 0,1 degani. Buni ham ishlatgan ekanmiz o'zi bir yerda-da. Suv bo'yicha ishlatgan ekanmiz buni. Masalan, avval imbiyatmada 462 gram bo'ldimi? 10% mi? 46,2 gram metall silikat bo'lsa, buni qolgani 415,8 gram suv eritmada. Bu suvni ishlatib bo'ladi desak, avval imbiyatda 417,6 gram suv qo'shiladi. Shundan x bilan 2 sarflanadi, 18x va 36 bo'ldi sarflandi bo'lib. Keyin bir de Z molu chiqadi girishganda. Shularni ko'rsak 18 Z'dan 415,8 shunda buni bak o'tiramiz. Buni hammasini bir-biridan orqa taraf, o'ng taraf o'tirib chiqamiz. Shunda bular plus o'tadi, bu minus o'tadi. Bundan bunaqasangizlar 1,8 chiqadi. Hammasini 18 ga bo'lsak, x 2 minus Z teng 0,1 bo'lib qoladi. Keyin shuni yanına bir tenglamalarni yozib boshladik bu yerdan. X bilan 4 yillik teng 2Z ekanligini yozdik. Keyin bu Z mol metall silikatning massasi 46,2 ekanligidan foydalanib, molini 2m plus bu ikkisini qo'shganda 76 chiqdidan moliya massasi imbiyat grafini 76 ga ko'paytirdik, 46,2 ga tengladik shuni. Shundan keyin nishatamiz. Bu 3'si bir tenglama 3 tenglama bo'lib turadimi? 4-tenglamani tuzdik keyin. Bu ishlatilmagan kalan tenglama bu 48 gram degan. Ishlatilmadi bu narsa, shart emasadi. Lekin shuni ishlatib ham. 48 gram degani nima bu? Endi bunda 3'sini massasida x mol m plus 1 ni x ga ko'paytiramiz yana. Keyin m 2m plus 32 ni 2 ga ko'paytiramiz bunda. To'g'rimi? Keyin 0,3 ni 60 ga ko'paytiramiz. Teng z ni edi. Z ni 60 ga ko'paytiramiz, teng 48 bo'ldi. Bu ishlatilmadi bu tenglamalar ekan. Keyin yana bir tenglama tuzajak bo'ldik biz. Massa vodorod bilan massa kislotning yig'indisi necha bo'ladi deb topchak bo'ldik. Ya'ni 48 gram qo'shildi, 417,6 gram suv. Keyin eritma massasi 462 bo'lib qoldi. Ikkisi qo'shilganda 462 chiqmasadi, lekin gaz chiqarlik uchun kamayish bo'ldi. Shu gazlar massasini topish ikkisini qo'shib 460 ga tashlashimiz 36 gram ekan. Shu 36 gramning massasi 2x moliya massasi massaga ko'paytiramiz. 2y 32 teng 36. Keyin bu asorat tenglamani olib oldik mana shu ikkisini. Bu ikkisidan bir yoqqa o'tirib oldik-da. 3 bo'ldi shunda tenglamalar. 3 tenglamadan katafat qadasiga. 3 tenglamadan 3 nomerni topib oldik hammasini. Boshda buni z ni topib oldik, endi 2 ga bo'lib, keyin shu z ni aytib bir yoqqa qo'ydik. x plus 2 ga olib tashlaymiz, 0,5x plus 2 ni teng 0,1 chiqdi. 0,5x teng 0,1 bo'lib, x teng 0,2 chiqdi shunda. Ko'rdingizmi? Keyin y dan topib oldik, y 0,1 chiqdi, z ni topib oldik, 0,3 chiqdi. Keyin birin-birin sog'lanish ishlab boraverasizlar, hammasi normaldan. Keyin bu yerdan m topib oldik bir tenglamada, m berayman. Endi bu ikkisini chiqardik-ku, qarali bu qavadi. Shu yerdan 2m plus 76 ni topish uchun 46,2 ni z ta bilamiz. Ya'ni 0,3 mol ekan, massasi 46,2 ekan. Massani molna bo'lsak,
Maliya massasi kelib chiqdi bundan. 154. Keyin shu 76 ni olib 78 chiqdi. Buni olib tassak. 2 78 bo'lsa m teng 39 kaliy bo'ldi shunda. Shunda yana krem to'rt oksidni massasini topganda 0,3 bo'ladi. Bu yerda Z chiqqani, Z birda chiqdi 0,3. Shuni 60 ga patsala 18 gram. Kaliy peroksidning miqdori 2 ga keladi, u 0,2 bo'ldi shunda. Yirik 0 bo'lgani uchun. 0,2 mol. Kaliy gidrit, ya'ni gidritning massasi buni 0,2 mol beradi, lekin biz ham bunda 16 gram deb berib qo'ygan uchun shunday qilamiz. Ya'ni 0,4 mol bo'lib turibdi. Bu ham 0,4 bo'lib 896